juftlikdagi munosabatlarda, ya'ni ikkita inson o'rtasidagi munosabat sizni qoniqtirmayotgan bo'lsa, siz va juftingiz uni xarakteridagi, uni xatti-harakatlaridagi nimadir sizga yoqmayotgan bo'lsa va siz bu munosabatlardan norizo bo'lsangiz, bu munosabatlar sizga og'riq keltirayotgan bo'lsa, biling, juftingiz mavjud emas. Albatta, u jismonan mavjud, lekin energetik darajada faqat siz borsiz va faqat og'riqda qolib ketgan o'sha siz mavjudsiz. Ya'ni faqat siz mana shu munosabatlarda o'zingizni og'riqlaringizni ko'rasiz va o'z og'riqlaringiz bilan shu inson bilan yuzlashasiz. O'zingizni ikkinchi versiyangiz bilan kelishish naqadar sizga og'ir, ya'ni bu insonni ko'rganda o'zingizni ko'rish. Bir paytni o'zida men bu haqida insonlarga, shu mijozlarimga gapirganimda, bu narsani qabul qilishlari qiyin bo'ladi. Chunki endigina o'zini ustida ishlashni boshlagan inson uchun bu narsani qabul qilish juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni ikkinchi inson qanday qilib men bo'lishim mumkin va men buni qabul qila olmayman degan holatda o'zini ustidan ishlashni to'xtatganlar ham juda ko'p. Ya'ni nima uchun munosabatlarda faqat men o'zgarishim kerak? Nima uchun munosabatlarda o'zgarishga faqat men harakat qilishim kerak? U emas. U harakat qilsin. U ham intilsin bizni munosabatlarimiz uchun. Agar siz bu munosabatlarda nimadir noto'g'ri bo'lsa, nimadir sizga yoqmayotgan bo'lsa, siz bularni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz o'zingiz uchun ham harakat qilishingiz kerak. Munosabatlarda ko'p holatlarda biz qanday yo'l tutamiz? Ya'ni o'zimizni manfaatimizdan kelib chiqqan holatda munosabat quramiz. Ichimizda qanaqa holat bo'lsa, tashqariga ham shuni berishni boshlaymiz. Yagona bu yerda e'tibor qaratadigan holatimiz munosabatda faqat biz bormiz. Ya'ni boshqa inson yo'q. Har qanaqa inson bilan munosabatda. Bu faqat juftlikdagi munosabatlarda emas, biz boshqa bir insonlar bilan ham munosabatda bo'lganimizda faqat o'z aksimizni ko'ramiz. Ya'ni o'zimizni, ichki dunyomizni tashqarida ko'ramiz. Boshqa bir insonda biz qabul qila olmayotgan narsa, bu bizni o'zimizni ichki holatimizdagi kechayotgan jarayonlar bo'lib hisoblanadi. Shunday ajoyib, shunday yaxshi imkoniyat borki bizda, atrofimizdagi insonlarni ko'rgan holatda o'zimizni ko'ra olish. Va bizda yana bitta eng katta imkoniyat, bu ichki dunyoni o'zgartirgan holatda tashqi dunyoga ta'sir ko'rsatish. Ya'ni siz tashqaridagi dunyoni o'zingiz xohlagandek bo'lishini xohlasangiz, albatta ichkaridagi dunyoni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Va yana sizda savol tug'ilishi mumkin. Men qanday qilib tashqaridagi dunyoni o'zgartirishim uchun ichkaridagi dunyoni o'zgartirishim kerak deb. Siz ichki dunyoni o'zgartira olish uchun birinchi o'rinda o'zingizni bilishingiz kerak. Shunaqa darajada bilishingiz kerakki, mana bu uyg'onish yo'li hisoblanadi. Ko'pchilik menga savol beradi, uyg'onish yo'li nima? Uyg'onish o'zi nima? Uyg'onish bu sizdan boshlanadi. A nuqtasi boshqa bir inson bo'lsa, B nuqtasi aslida sizsiz. Aslida A nuqtasi sizsiz, lekin boshqa bir inson o'sha A nuqtani siz orqali ko'rsatib beradi. Uyg'onish bu sizni farzandingiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin, sizni uyg'onish yo'liga olib keladigan va yokida bu turmush o'rtoq bo'lishi mumkin, yokida ota-ona bo'lishi mumkin. Uyg'onish yo'li, ya'ni har bitta atrofingizdagi sizga yoqmayotgan inson sizni o'zingizga qaytarib beradi. Biz yashayotgan olam mana shunday mo'jizali va qiziqarli. Bir qarashni o'zida juda ham murakkab, bir qarashni o'zida juda ham oddiy, biz bilmagan, biz sezmagan sir-sinoatlarga to'la olam.